Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli barcha obunachilar. Biz sizlarga qisqagina reklama sifatida bo'lsa ham tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Jizzax viloyati Zomin tumanida mana shu sanatoriyamiz yo'lida joylashgan 3/5 dachamizni sizlarga qisqagina tanishtirib o'taman. Agar yoqsa keling sizlar oilaviy dam olib yetishlaringizni so'rab qolamiz. Marhamat, kuzatib boraysizlar. Mana sizlarga 3/5 dachamizni ko'rsatib boryapman. Juda ham zo'r sharoitlari. Bu tomonda postimiz bor. Sanatoriyaga o'tishdan post bor. Postdan bir 100 metr pastroqda joylashgan. Qolgan joyi mana shu yo'limizda yoqasida ko'rinib turibdi. Aynan 3/5 juda ham zo'r sharoitlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Voy, dahshat. Tepada 5 tali xonasi bor ekan. Mana qarang. Juda ham zo'r sharoitlar qarang. Voy. O'choqlar bor. Oshxonalari ham menimcha ideal darajada qarang. Dahshat. Sharoit zo'r. Dam oladigan joylar zo'r, qo'y. Dahshat. Mana qarang, voy. Odam havas qiladigan darajada zo'r, chiroyli. Qarang sharoit. Zo'r. Hamma tomon ko'rinib turadi. Bu yerda Wi-Fi ham ishlaydi ekan. Qo'y. Gel. Zo'r. Har xil ovqat qilish uchun sharoitlar zo'r. Agar bu yerdan biron bir xona olsalaringiz, sizlarga bunaqa karavotlar bonus sifatida qo'shib beriladi. Xohlasangiz kempinlar bor. Barchalaringizni mana shu yerga dam olib ketishlaringizni so'rab qolamiz. Bizda hozircha shular. Rahmat, hammaga sog' bo'ling sizlar.